shohlarning ko'ziga qarab kulishga kim botina olgan? Butun boshli saroylarni titratgan tariximizdagi eng qo'rqmas isyonchi bilan tanishing. 17-asr. Boborohim Mashrab. U oddiy shoir emasdi. Boylikni ham, qo'rquvni ham mensimay, yirtiq choponda butun dunyoni kezgan. Adolatsiz amaldorlar va soxta dindorlarning qilmishlarini ochiqchasiga fosh qilgan. Uning she'rlari o'tkir qilichdek edi. Xalq ularni yashirincha yodlagan. Ammo bu haqiqat hukmdorlarga yoqmadi. Mashrabning ovozini abadiy o'chirish uchun Balx shahrida bu isyonkor yurakning urushini to'xtatishdi. Ularning o'ylashicha shoir yengildi, ammo uning olovli so'zlarini hech kim yo'q qila olmadi. Sizningcha bugungi kunda shunday jasur insonlar bormi? Fikringizni izohlarda yozing.